Mana shunaqangi chiroyli ko'rinish. Lift ishlayaptimi deb qo'yadi. Lift nima kerak? Ikkinchi qavat. Kriti majmuasi 35-maktab adashmasam bu joyda. Eski sumdan ham kelaversa bo'ladi. Lokatsiya juda ham zo'r. Mana bu turishi bizning o'sha Media parkimiz, xudo xolasa vokzaldan ham kelaversangiz bo'ladi. Ikkinchi qavatda joylashgan, xullas hamma ma'lumot kvartiramizda. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Keldik kvartiramizga. Kvartiramizning proyektini bitta ko'rsatasiz Ozodjon. Razdelni uylar, razdelni sanuzul 1, 2, 3, 4. 4ta xona, 4ta xona bittasi lekin kuxnya hisobiga 3 xonali kvartiramiz 90 kvadratlik. Sizga yaxshigina topoviy lokatsiyadan boshida aytib o'tganimizdek, adashmasam yonginamizda qanaqangidir maktab bor. 35-chi yo bo'lmasam Kriti majmuasi yonginasidagi maktab. Joylashgan joyi juda ham zo'r. O'ng qo'ldan ana bu oshxonasi uchun ajratilgan joyi, o'tirib ovqatlanish uchun joylar yetarli darajada. Remontdan chiqqan, bu jihozlarni olib chiqib ketadi, endi stroy materiallar turibdi. Bu kontur kacholimiz isitib beradi. Fartuklarigacha terib qo'yganlar. Batareykalar o'rnatilgan. Kelaverasan Ozodjon. Haqiqiy g'ishtlik dom, ikkinchi qavat, 90 kvadrat, ikki tomonlama vitri holatda. Zali. Ana bu zal sizga, ana chiroyli ko'rinish. Shu holatiga ikkita katta ochish derazalari panoramli videoga ega bo'lgan. Mana shu chap qo'limizda bizning o'sha maktabimiz joylashgan. Narxini chiroyli chiqaraman siz uchun albatta. Bu albatta kommentariyada kutib qolaman. Bu variantlarni topish o'zi bo'lmaydi. Siz uchun harakatda davom etamiz biz. Razdelni sanuzullarni ham ko'rsatasiz Ozodjon. Mana bu eshiklari ham juda ham yaxshi eshiklar. To'liq 100% kafeldan chiqarishgan Ariston, Unitas, vanna, rakvina hammasi mavjud. Kelasiz, batareykalar o'rnatilgan, chopli pol yo'q. Bu yoqda esa bizga yotoqxona uchun ajratilgan joy, batareykalari o'rnatilgan. Kelib o'zingizlar guvohi bo'lishinglar mumkin. Demak, bu tomondagi derazasi veter holatda dedim. Uylari katta maza qilib salafanigacha turibdi mana bu eshiklarni. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Kelib nasib bo'lsa guvohi bo'lishinglar. Mana bu yo'lda esa bolajonlarimiz uchun ajratilgan bu xonasi, bu xolasa laminat parket bo'lgan 100% batareykalar qo'yilgan. Bu ikkinchi tomondagi derazasi. Shundoqqina proyektni ko'rsatasiz, ikki tomonlama proyekt. Maza qilib yashayverasiz. Narxini esa 66 ming AQSh dollarida chiqaraman. Like bosib yaqinlaringizga tarqating, savdosini chiroyli qilib beraman. Ikkinchi etaj, 3 xonalik, 2 tomonlama 90 kvadrat. Buxoro shahar Ziroat bank. Ziroat bankni ko'p kishi bilmasa, eski o'sha Spartak stadionimizni ro'parasidagi mana shu chiroyli Dom Pionerov deyishardi oldinroq. Mana shu joyimizda joylashgan. Lokatsiya juda ham chiroyli tushuntirdim degan umiddaman. Bu yog'i Media Parkdan ham kelasiz, vokzaldan ham. Bu yog'i Kritidan ham. Eski Sum pavorotida o'ng qo'lga qaytgan joyingizga. Xullas qolgan ma'lumotga pastda raqam qo'yib beraman. Like bosib yaqinlaringizga tarqating, kuzating. Salomat bo'ling.